Hozir akalar mana shunga yarasha gilos olib tushaman. Tevasiga chiqib, Germadorskini 20 yasharligidan kelar Germadorski uchun mashhur gilos. Bu Giant Red emas. Giant Redlarning eng kattasi 7-8 yillik. Bular Germadorski. Hozir men ketgan yechmagan holatda tevasiga chiqaman. Sinovdan o'tgan gilos akalar. Germadorski. Bismillahirrohmanirrohim. Gap qo'shaverasiz. Do'stlar, 2025-yil 26-may sanasiga Germadorski shoqida turibdi, ko'ryapsizlar. Eng muhimi bu Germadorski do'stlar joy tanlamaydi. Salqin joylarda ham zo'r bo'laveradi. Parken, so'qoq, angren, sarkentlarda ham yaxshi bo'laveradi. Atrofni ko'rsangiz, tog' oldi joylar do'stlar. So'qqa chidamaydi. Tog'li rayonlar, e'tibor berib ko'rishlari mumkin. Tog'dan 15-20 kilometr uzoqlikda xolos. Tog'li rayonlarda juda ham zo'r natija beradi. Olgan hosiliga baho berasizlar. Juda ham olgan, bark orqasida turibdi, lekin hosil juda ko'p. Men yaqinlashtirishga harakat qilaman. Hosilda kalibr minimalni 30+. Minimalni 30+. Oson changlanadi. Oson changlanadi. Ko'p qilgani bilan ba'zi gilos turlarida mayda bo'lib ketadi, lekin e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Ololmayapman o'zim. Do'stlar, e'tibor berib, yaxshilab e'tibor berish kerak. Deb ko'rsatdim mevani ko'p olgani bilan mayda basta standart bir xillik juda dahshat. Shuni ko'rsating. Agar boshqa yangi navlar hozir kirib kelgan, agar shu holatda bo'lsa daraxtda, aniq bilaman, shoxlari sinib, maymancha 20-18 bo'lib ketadi kalibri. Buni qarang, yetiltirib berganini qarang. Buni tabiatan o'zi hosildorligi juda baland. Eng muhimi sinovdan o'tgan bular. Shuning uchun shuni tavsiya beraman ekishlarni. Yangi sortlarda ekib, o'zlaringni yerlaringda tajriba maydonchasi qilmanglar. Aniq sinovdan o'tgan daraxtlar eksalaring maqsading oxir bo'ladi. Mana kalibr. Mana. Mazasi ham zo'r, valavoydan shirin. Ularni ham birinchi tevadan tashaganman. Mana. Rangiga ham e'tibor beringlar. Bu Rossiya emas, do'stlar. Bu Amerikaga ham ketadigan gilos bu. Endi buni valavoy rangi qizaradimi deganlar, mana. Sekirotirmani qimlatinglar. Mana rangi tim qizil bo'lgan. Haligi undan oldin ochilib qo'yganmiz. Qorayardim deganlarga mana tim qora qizil, biliski ham zo'r. Valavoy gilos bilan solishtirib ko'ring endi. Valavoy gilos bilan solishtiramiz. Pishish vaqti, Sekiro bo'ling bundaka. pishish vaqti valavoy gilosi bilan pashti bir xil holatda. Mana shu valavoy gilosi bo'ladi. Valavoy gilosi mana. Buni qarang. Valavoy gilosidan buni kattalikda ancha farqi bor. Bag'ini ham ko'rsating. Valavoyni yirikroqdan uzamiz, yoniga qo'yaylikchi, qarang. Qanchalik farq. Valavoyni ichga tashlaychi mana. Mana u valavoy. Mana. Ajrab turibdi ancha. Bilinib turibdi. Mana bor. Yana sekin olib kelinglar, yana. Mana. Mana shu ham kamroq qilgan joyi ekan, mana shu tomchi, mana shu kalibr yirikroq. Mana shu valavoy kamroq qilgan joyi ekan. E'tibor berib ko'rishlar. Mana valavoy, mana ular o'sha Germadorski. Buni yoniga ham qo'yib ko'raylik mana. O'zida biliski ham bilinib turibdi, yaltillab ya. Hosiliga baho berasizlar. Germadorski. Xullas buni nomerlar pastga qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar, pastga qo'yib qo'yamiz katta qilib. Yana bitta plus afzallik tomonlaridan bittasi Germadorski gilosi boshqa gilos navlarini ham yaxshi changlatadi. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bu valavoy sersa gilosini changlatgan. Bu o'zi ham oson changlatadi. Keyin boshqa giloslarga ham buni changlash davri, changlash holati juda ham mos keladi, do'stlar. Eng muhimi, anaqa sovuqqa ham chidamlida. Bizni ko'p joylarda sovuq ta'sir qiladi. U tog'li hududlarda. Yo'q, bu sovuq turibdi. Mana ular valavoy giloslari boshqa joyda tugadi. Mana tog'li hududga keldik, ko'rdik. Bu sovuqqa ham chidamli nav akalar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.